Nega hozirgi kunda yosh kuyovlarning urug'i rasvo chiqyapti? Bundan 10 yil oldingi yosh kuyovlarning urug' sifatini hozirgi yosh kuyovlar urug' sifati bilan solishtirganimizda hozirgi urug'larning sifati ancha pastligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Birinchi sababi ekologiya hisoblanadi. Ekologiyaning buzilishi natijasida atrof muhitda turli xil zararli moddalar erkaklarning urug'da bo'ladigan oksidativ stress jarayonining kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Ikkinchi sababi zamonaviy kuyovlar hozirgi kunda 6 soatdan kam uxlamoqda. Bu esa ularda testosteron gormoni miqdorining pasayishiga va urug' sifatining buzilishiga olib kelmoqda. Uchinchi sababi bu kam harakatlik hisoblanadi. Kam harakatlik urug'ning harakatini ham juda ham pasaytirib yuboradi. To'rtinchi sababi erkaklarning haddan tashqari ko'p gadjetlardan foydalanishi hisoblanadi. Ushbu gadjetlarni erkaklar cho'ntagiga qo'yish natijasida tuxumlarda isish jarayoni kelib chiqishi mumkin yoki noutbuklarni tizzasiga qo'yib ishlash ham urug' sifatining buzilishiga sabab bo'ladi. Va nihoyat 5-inchisi va eng asosiysi erkaklarning o'z vaqtida hamda yetarlicha ovqatlanmasligi hisoblanadi. Ushbu videoni yaqin kunlarda uylanish niyatida yurgan o'rtog'ingizga albatta jo'natib qo'ying.